Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarindoshlar, ekranimga xush keldinglar. Bugun bo'lsa Dr. Rooney Steenberg bilan ziyorat qilmoqchi. Hammamizga ayon bu qarindoshimizning Uyg'urcha ismi bor, Yusufjon deb. Shunga inshaalloh Yusufjon mush podkast bo'yicha Yusufjon deb atagan bo'ldik. Lekin bu ziyoratimizni boshlashdan burun hammalarga ayon mushu 48 qarindoshlarimiz bor Tailand turmusida. Bularni qaytarib o'tish oldida ya erta ya ügün qaytarib o'tish, hatto bularni elektron mashinalarnimi ko'rgandek qildik. Shuningga qo'limizdan kelishicha mayli dunyoning har qaysi yerda bo'lsak bir harakatga o'tsak deb birinchi bo'lib mushu ekranni boshlashdan burun mushu chaqiriqni qilmoqchi. Shuni bilan amsa biz suhbatimizni boshlaylik. Merhaba Yusufjon, qanday, yaxshi turdingizmi? Yaxshi, Allohga shukr, rahmat. O'zingizchi yaxshi o'tiribsiz? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Yaqında siz Suriye'ye berip geldiniz ve şu yerdeki qarindoshlar bilan ko'rashdingiz. Bu qandaysiga Suriye'ye bargan bo'lib qaldingiz? Shuni bir boshda bir shu shaklda kirsak. Rahmat. Ma'qul, rahmat. Oldi bilan sizga rahmat aytaman, meni bu yerga taklif qilganligingiz uchun. Ikkinchisi, men bu siz hozir degan gaplaringizga 100% qo'shilaman. Tailanddagi Uyg'urlarni qutqizib olishga, Tailand albatta ularni Xitoyga qaytarmaslik harakat qilmasak bo'lmaydi. Uning ustiga ularni Tailandning turmusidan ilib o'tib Turkiyaga chiqib o'zining oilasi bilan, bolalari, ayoli bilan jam bo'lishga harakat qilmasak bo'lmaydi. Shuning uchun albatta u hozir birinchi o'rinda turdi. Ular hozir shu xatarning ichida turyapti. Ham 10 yildan ishib ketdi. Ular Osiyada turayotgan turmadek bir yerda turib, ularniki salomatligimi nacharlashib ketgan. Endi sizning savolingizga kelsak, men uzundan beri qachoq yo'lda kelgan Uyg'urlar bilan paranglashib, ularni Istanbulda ziyorat qilib, qachoq yo'l desam, men demoqchi bo'lganim 2012-yildan 2014-yilgacha shu Vietnam, Myanmar, Tailand, Laos, Kamboja, Malayziya orqali Turkiyaga kelgan bir yo'l, Uyg'urlar chiqqan bir yo'l. Uni qachoq yo'l deymiz. Shu yo'l bilan Turkiyaga kelgan Uyg'urlarni ziyorat qilib, ularniki ba'zilari Suriyaga berib, Suriyadagi Uyg'urlar bilan jam bo'lib, ba'zilari Suriyaga berib, Osiyada harbiy mashq qilganligini anglagan. Shuning uchun men shuningdan tortib Suriyada Uyg'urlar bor ekanligini bilib oldim. Hem Osiyada Uyg'urlar harbiy mashq qilayotganligini bilib oldim. Unga qiziqib qoldim. Birinchisi, men hem Uyg'urlar bor yerga borg'im kelyapti. Men o'zim Uyg'urshunos bo'lgandan keyin, uni tadqiqot qilgandan keyin hem Uyg'urlar dunyoda diasporada turayotgan Uyg'urlarninki nurg'un yerlarda o'xshamaydigan shaklda o'tirayotgandan keyin men unga qiziqib qoldim. Ikkinchisi, albatta shu harbiy mashq bo'lsa, Uyg'urlar boshqa bir yerda uni qila olmaydi ekan. Amerikada anglasam azroq shunaqa harbiy mashq qilgan ya o'zlikdan azroq shu qurol tutishni o'rgangan Uyg'urlar bor bo'lgan. Ammo uningdan boshqa meningcha hech yerda yo'q. Shuning uchun men shuni qiziqib qoldim. Ondan Suriyada urush bo'lgandan keyin, men ularni tushunmagandan keyin, Asad, Bashar al-Assad yana Suriyada prezident bo'lgandan keyin men Oshiyaga bora olmadim. Fursat bo'ldi, hem berishmo shu vaqtda o'ylasam berishmo xatarlik bo'lishi mumkin, bexatar bo'lmasligi mumkin. Endi Bashar al-Assadniki rejim tugatib bo'lgandan keyin hem Uyg'urlarniki uning ichida muhim bir rol o'ynaganligini anglab turib,
Men onunğa texmi qiziqib qaldım. Onun üstüge hazır erkin azad bolgan Suriye'de çoğun xeterlik emas, bağlı boldu dep anladım. Hı hı. Şu gün aşıya berip Uygurlarni yoklap barsam mo mümkün boluşu mümkün dep oylagandım. Şunun üçün men ular bilen alaqılışga tirişip en ahırda bir alaqısını tapdım. Tapgandan keyin ular maqul degandan keyin men berip ularni yoklap bardim, ularni ziyorat qilib keldim. Hmm. Dastlabda Damaskusga tushdingiz. Bu Idlibga qanda borgan bo'ldingiz va sizni qanday shaklda qarshi oldi? Masalan, siz bir g'ayrimuslim sizni qanday qarshi oldi? Ha. Ular meni nihoyatda qizg'in qarshi olgan. Oldi Hmm. bilan telefonda paranglashgan vaqtda ular jiq bir narsani demidi. Hı hı. To'g'ri deysiz, men oldi bilan men Beyrutga uchirib berib, Beyrutdan taksi bilan Damaskusga bordim. Hı hı. Damaskusda bir Uyg'ur bilan, ikki Uyg'ur bilan ko'rishdim. Hı hı. Ular bilan bir yerda o'tirib paranglashdik. Ularmu meni tanımagandan keyin qandaq adam ekanligini bilib olish uchun biz oldi bilan Damaskusda ko'rishdik. Hı. Ondan biz yaxshi chiqishib qoldik. Shuning uchun ulardimi manga ishonchisi bo'lgandan keyin ular meni Idlibga kelishga taklif qilgan. Hı. Shuning uchun men uningdan 3 kun keyin Idlibga borib, Idlibda yana shu ikki adam bilan hem başqa bir necha adamlar bilan ko'rishdim. Hı hı. Ashiyadagi jamoatni ko'rdim. Ularninki yezlari, maktablari, do'konlari, navoiyxonasi, hammasini hammasi emas, ancha muncha ko'rib chiqdim. Meniki shu vaqtda mening vaqtim pek jiq bo'lmagandan keyin men chekka yerlarga borolmadim. Hı hı. Men yezga bordim, bir necha do'konlarga bordim, lekin yana borgan pek jiq yerlar qoldi. Ular meni hamma yerga taklif qilgan. Ular cheklimay qo'ymadi. Hı. Meni nihoyatda qizg'in qarshi oldi. Hı Men hı. bilan o'tirib, bir necha kun chiqirib, menmu yerlik Suriyaliklar bilan, Uyg'urlar bilan birga ishlaydigan, Uyg'urlar bilan birga jam bo'lgan, ularga yordam bergan, hem ulardan yordam olgan arablar bilan ko'rishdim. Hı hı. Lekin yana meni yana boshqa yezlarga taklif qilgan, men ashyoga berish afsus meniki vaqtim yetmadi. Hı. Shuning uchun meniki yana boradigan planim bor. Hı. Ular bilan ko'rishish uchun shu jamoatni tadqiqot qilishga borsam menimcha nihoyatda muhim ham yaxshi yerlar bor turibdi yana. Hımm. Ben bu ancha-muncha rasmlarni ko'rgandim. O'sha yerdagi Uyg'urlarning masalan ahvoli qandayroq? Masalan, binolar deymiz va yoki maktablari deymiz va yoki tilini o'zining tilini o'rganalamdi va shu yerdagi Suriya xalqi bilan qanday bunday singib ketdimi va yoki o'zini saqlab qilg'iliqmi degandek. Ha, ha. Ularninki ahvoli hozir yaxshi. Hı. Ularning ko'pinchisi yezida turdi. Hı. Ashiyaga borsangiz, u xuddi Janubiy Shinjong'niki bir yezidek bo'ldi. Qashga yaqin tarafdagi bir yezdek bo'ldi. Chunki Hı. ular o'tirgan yezlarda Uyg'urlar ko'p. Hı. Balkim 70-80% Uyg'urlar bo'ldi. Qolgan Suriyalik arablar. Hem bolalar bek ko'p bo'ldi. Ularninki bolasi sirtda o'ynaydi, Uyg'urcha paranglashib, Hı hı. turib. Ular asosan yaxshi turdi. Hı hı. Ularninki iqtisodiy gruppasi bor, etisliklari bor. Hı hı. Bir talla bozorini ochgan. Ular bir necha narsalarni chiqarib ishlab chiqardi. Ular qiynalmaydi. Yetarlik
tamak yeydigan narsa bar. Ondan ular bir cemaatdek yaşaydı. Birleşim bulup. Hmm. U rap tarafga o'xshamaydi yoki Turkiyaga o'xshamaydi. Turkiyadagi Uyg'urlar Zeytinburnu'da tursamo, Yasafagoyda tursamo, ular yeni Türklerning orasida turyapti. Hmm. Ularning qo'shnilarning ko'pinchisi Turk. Ular Turkchani ko'p so'zlaydi. Ashiyadagi Uyg'urlar ko'pinchisi Uyg'urlarning orasida turdi. Mhm. Ular günde Uyg'urcha so'zlaydi. O'zining do'konlari bor, o'zining maktablari bor. Maktablarmi Uyg'urchada bo'ldi. Hmm. Ularningki anglasam 20 dan ko'p maktablar bor, ko'pinchisi boshlang'ich maktab. 20'den köp mektep. 20 dan ko'p maktablar bor. Oh, wow. Ular hammasi Uyg'urcha. Wow. Birinchi sinfdan ta hozir oxirigacha hammasi Uyg'urcha bo'ldi. Mhm. Ularningki Uyg'urcha kitoblar bor, Uyg'urcha edebiyot, matematika. Wow. Ular 3-sinfdan boshlab arabchani o'rgandi. Albatta arabcha davlat bo'lgandan keyin uni o'rganish kerak. 5-sinfdan boshlab inglizcha o'rgandi. Mhm. Qizlar, o'g'illar o'qiydi. Shu ayrim darsxonada o'qiydi, lekin bir maktabda. Hmm. Shu ularningki her bir yezda o'zininki boshlang'ich maktab bor. Ondan bir Idlibda cho'ng bir o'rta maktabmi bor bo'ldi. Hmm. Güzel. Shuning uchun u xuddi bir Küçük Uyg'ur devletlikte abay degandek Janubiy Sharqi Turkistonga o'xshab qoldi dedingiz, ha? Shundoq. Ha, Men maşallah. 2010-yildan 2016-yilda Qashqa, Otush tarafda ko'p bo'lgan. Ha. Shu men Ashiyadagi yezlarga ko'p chiqqan. Ha. Hozirgacha selishtirsam, Xitoydan sirt, vatandan sirt bo'lgan Uyg'urlarningki ahvoliga qarsam, ularning ahvoli shu Mhm. men Sharqiy Turkistonda ko'rgan ahvoli bilan ko'proq o'xshab ketadigan ahvol bo'ldi deb o'ylayman. Hmm. Hem kichik bolami shivi bilan so'zlaydi. Masalan, ularningki Ha. ota-onalar Qashqardan kelgan bo'lsa, kichik bola Qashqarcha Uyg'urcha so'zlaydi. Yoki Subhanallah. Xotancha Uyg'urcha so'zlaydi. Oh, wow. Bek umarkan, bek qiziq. Chunki ular Hmm. shu ota-onasidan o'rgandi. Mhm. Maktabda o'rgansinmi, asosan Qashqar, Xotan tarafdan kelganlar ko'proq. Hmm. Shuning uchun shivda so'zlaydi. Hmm. Ha. U yerdagi qarindoshimizni masalanki sizdan so'rayapman deylik, ular munda konservativ, munda dindarmi va yoki munda dunyoviy sekulyarlarmi bormikan aralarında masalan? U men bilan ko'rishgan hemsi dinni cho'ngroq bildi. Dinni kuchlik bo'ldi. Lekin dindan kuchlikroq Uyg'ur kimligi. Yani Kuchlikroq. Uyg'urligi. Ular oldi bilan Uyg'ur madaniyatini qo'g'dish kerak, Uyg'ur tilini qo'g'dish kerak deb turdi. Shu din bo'lsa uningdan keyin keldi. Ular bekmi manga nisbatan men ular bilan ko'rsam bekmi dindor emas. Ularni sekulyar desam Nu bo'lmaydi. bilmadim. Ular shuni qandaq qaraydiganligini men bek aniq biz shuni to'g'ri bek jiq qarangishmiq. Masalan, sekulyar bo'lsa, shu bir davlat bo'lsa, u din bilan aralashmagan qonun bo'lishi kerak deydigan gap bo'ldi. Ular shuni qandaq qaraydiganligini men bilmayman. Lekin ular bek kalisi ochiq. Ularni ba'zilari Idlib universitetida o'qiyotdi. Men musulmon bo'lmagan sifatimda borsam, men hamma yerga bora oldim. Ular hammasi meni bek qizg'in qarshi olgan. Hem ular bilan o'xshash
oylamagan Uygurlarni qarshi olamiz Hı. degende. Hı hı. Ehm, ularninki shu jihatdan menimcha kalisi ochiq bo'ldi. Hı. Bek shu bekmi konservativ emas Hı. deb qarayman. Hımm. Lekin Mesela ularga muhim rol ha, o'ynaydi. U aniq bo'ldi. çünkü biz, ilqi it's very interesting çünkü, videolarda ko'rayotganimiz ilqi şeriatçıdek göründü. Herhalde cemiyetde sel yumşaqroq, sel ilqi munda, yani Uyg'urluqni tashabbus qildigan, gerçi u bir Müslüman davlat bo'lgandan keyin, Muslim majority bo'lgandan keyin yana uning bek, kuchishga balki hojat, bulunmasligi mumkin, Men deb ulardan tushundim gapingizdan. shundoq. Ya, ularning orasida har xil odamlar bor. Hımm. Eee, ko'proq yaxshi o'qiganlar, ozroq o'qiganlar, dinni kuchliroq, dinni bek shuncha kuchlikmi emas degan Hımm. nurg'un o'xshamaydigan odamlar bor. Hı hı. Ularning orasida. U Hı. xuddi bir jamiyatdek bo'ldi. Siz degandek kichik bir davlatdek bo'ldi. Uningda har xil odamlar bor. Men ulardan bir yuqoriroq pozitsiyadagi bir odam bilan paranglashsam, bizmi vatanning kelgusisi to'g'ri paranglashgandik. Hımm. Ularninki umidimi albatta vatan azodi bo'lsa, o'z Uyg'urlarninki Qozoq, Qirg'izlar bilan birga yashaydigan o'z davlat bo'lib qolsa, Sharqiy Turkiston Hımm. yaxshi bo'ladi. Shu chaqda uning deyishi qanday qonun bo'ldiganligi, Hımm. qanday sistem bo'ldiganligini saylanma bilan bichish kerak degan. Hımm. Hımm. U xalq uni deyish kerak. Xalq Xalq uni bekliyor. topish kerak. Eee, Hımm. shuning uchun ularning ba'zilar balkim shariatni xohlashi mumkin. Hı hı. Lekin ular shu jihatdan kallasi ochiq bo'ldi. Ular asosan o'zini Uyg'ur sirtdagi vatanning sirtdagi Uyg'ur jamiyatininki bir parchasi deb qaraydi o'zini. Hımm. Ular shu o'zini isolation qilib, boshqalar bilan o'xshamaydigan Ayrım fikrlarni bolmay. yo'q, undoq Hımm. emas. Ular shu Suriyada bo'lgandan keyin sal boshqa gruppalar bilan aloqa qilish qiyinroq bo'lgan. Uning Hımm. ustiga ularnimi ularninki harbiy tashkilotini terrorist tizimlikqa solgandan keyin Hımm. ular sirtdagilar bilan aloqa qilish tezroq bo'lgan. Hımm. Ammo ularninki aloqa qilish aloqa qilg'isi bor. Hımm. Ular aloqa qilish xohlaydi. Ularmi boshqa sirtdagi Uyg'urlar bilan emm, shu paranglashishni va vataning kelgusi to'g'riq, Uyg'urlikning kelgusi to'g'riq paranglashishni xohlaydi. Hımm. Ular San ma san san jihatdan qanchalik Uyg'ur bor? Masalan, kichik bola, cho'nglar hammasini hisoblagan chog'da. men uni bek 100% aniq deyolmayman. Hımm. Chunki umu Maxfiy. ularga nisbatan bir xil maxfiyatlik bo'ldi, lekin Hımm. eee, ular cho'qim 10 mingdan ko'p. Hımm. Balkim 20 mingga yetmaydigan shuning Hımm. ortida Hımm. turdi. Emm, mm. Oldin Hozirgi hozirgi mushu Yangi Suriya hukumati bilan mushu Uyg'urlar, mayli partiyaning o'zi bo'lsin, mayli xalq bo'lsin, munosabati nadan nagacha ancha-muncha, bizning Uyg'ur generallar atildig'ini ko'rdik. ha, Eee, qanday bo'ldi? Chunki bular mening bilishimcha bir xil, ko'rinayotgan chog'da bu partiyaning a'zolari o'zi bir xil Suriya milliy armiyasiga singib ketgandek. mhm. Bular hozirgacha yana mustaqilmi va yoki, biroq singib ketdimi armiyaning ichiga? Men armiya tarafidagi ishlarni bek yaxshi bilib ketmayman, Hımm. lekin ular hozirdagi Suriya armiyasi bilan jam bo'lib, ular Hımm. bilan birga urushga chiqib, Hımm. Bashar al-Asadninki armiyasiga qarshi turib, Hı hı. ISISga qarshi turgan, Hı hı. ular bilan urushib,
Mhm. Şunu bilen Suriye'ninki amisininki bir parçası bu ketken dep oylayman. Mhm. Ularninki qanchalik mustahkamlik ekanligini men 100% deyolmayman. Mhm. Uni biz ulardan so'rashimiz lozim. Men shu harbiy jihatdanmi pek jiq narsalarni so'rmadim, bilib Mhm. olmadim. Lekin ular asosan Suriyaniki yangi hukumat bilan yaqin bo'ldi. Suriya Mhm. yakın hukumati ularga ishindi. Ular Mhm. hem yangi hukumatga ishindi, hem ularga em, shu Suriyaning yangi hukumati ularga o'ziniki maktablar etishga, Uyg'urcha maktablar etishga, Uyg'urcha shu yezlarda turishga ruxsat bergan. Hem Mhm. ularni qo'g'daydi. Mhm. Ularmi Suriyaning yangi hukumatini qo'g'daydi. Shuning uchun Mhm. ular Suriya yangi hukumatga bir xil yomon bo'ldigan yoki bir xil ziyon soldigan ishlarni qilmaydi, hem Mhm. yo'q. Hem ulardan cho'qim jiq yaxshilik Mhm. olgandek. Mhm. Ular bilan asosan yaqin bo'ldi desak bo'ladi. Hmm. Undaqda şunu degili bulamdı. Мәсәлән, neçə ayına yaxın məsələn mediada köydü xunumu sorsam buldu. Şu özləri muş mediaya çıqqan çağda qanda təsiratda boldu məsələn özləri qanda toğrı ifadeləpdimi o media kanalları məsələn. Ular o'zi shu mediaga chiqqan videolarni ninki bir ozroq em, ziyoni bo'lgandek Hmm. his qilgan. Ular chiqqan videolar hammasi harbiy ishlar to'g'liq bo'lgan. Em, Umo ularniki kichik bir parchasi, jamiyatniki bir parchasi bo'lgandan keyin Hmm. qolgan ishlar, masalan, maktab, shu iqtisodiy ishlar degandek uni ko'rsatmagandan keyin faqat jangchilar deb bilib qolganlar bor ekan. Ularga Hmm. albatta yaxshi bo'lmabdi. Uning Mhm. uning ustiga em, shu vaqtda eee, ular ko'rsatgan degan simbollik narsami shu sal jang bilan bog'lanib bo'lgandan keyin ular Mhm. yangi jangdan chiqqandan keyin Suriya yangi ozod bo'lgandan keyin ular shunaqa narsalarni solgan. Mhm. Hozir jang tugadi. Mhm. Bir xil tinch omonlik chiqib qoldi. Mhm. Endi Suriyaga iqtisodiy jihatdan taraqqiyot qilish eng Mhm. ustun o'rinda turdi. Eng Mhm. muhim turdi. Ulargami muhim bo'ldi albatta. Çünkü ularninki balası bor, balaning kelgusi bo'ldi. Mhm. Shuning uchun iqtisod kerak bo'ldi. Ikkinchisi, hozir ular Yangi Suriya hukumatiningki bir parchasi bo'lib ketgandan keyin, Yangi Suriya davlatining bir parchasi bo'lib ketgandan keyin ham uningki ozodlikda muhim rol o'ynagandan keyin Yangi Suriya hukumat ularga bir o'rin berdi. Mhm. Uyg'urchilikni saqlanish uchun bir o'rin berdi. Shuning uchun ular mana degan em, gaplari qarasak, ularga Mhm. hozir eng muhim, eng cho'ng, eng muhim bo'lgan niyati Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur tilini, Uyg'ur shu Uyg'urlikni, Uyg'urchilikni saqlanish, Mhm. uni qo'g'dish. Mhm. Shu jihatdan menimcha ular boshqa sirtdagi Uyg'urlardan ancha farqlanmaydi. Ammo Mhm. cho'ng farqi ularninki 20 dan ko'p maktablari bor bo'ldi hozir. Birinchi Mhm. sinfdan Uyg'urcha deb bo'lgan. Ular shu yerda bir o'ringa erishgan. Hem Mhm. ularni qo'g'daydigan bir hukumat bor.
Azıcık Uygurlar deydi o bizninki özümüzün hükümeti bolmagandan keyin bizge igi çıkırgan devlet bolmagandan keyin biz kıynalymyz. Ularga hazır igi çıkıran bir devlet boldy. Çünkü ular şu devletni azat kılışga özü jık pida etdi. Hökmü koştu. Ha. Jık bedel Hmm. tölgen. Ulama hakikaten bedel tölgen. Ular şu Mesela biz bazılarını anlayımız Suriye devleti, azıcık yeni Suriye hükümeti uzun ötmey Xitay bilen yaxşı münasebet kurwasa bu Uygurlarımız Twitter'da bir endişe var. Bu o yerdeki kendileşlerimizde aslında bir endişe var mı? Ya ki bomsa yeterlik işenç bädi mi hükümet? Suriye hükümeti. Me ular bilen aran 3 gün turdum. Şunun Ha. için belki bezi çunkırak yerlerge kirip bolmagan boluşu mümkün. Lekin ularning gepleriga qarsak, ularninki Suriye hökümetiki işençisi bar. Okay. Ular şular bilen bille jangga çıkkan, şular bilen bille turup Beşar al-Sad'ning armiyasyny çosup koygan, hem ISIS'ga karşı çıkkan, hem şu Ruslardan bombardıman kılıngan, ular bilen bille. Şunun için ularninki münasebeti pek enik, pek yakın buludu. Menimçe ularninki işençisi bar. Belki Yeni Suriye Xitay bilen bir xil iqtisadi şu hem qilishi mümkün. Aşağıdaki İdlib'deki Uygurlar özü G'arb bilen qilsak yaxshi bo'ladi deydi o. G'arb bilen G'arbla hamkorlashmoqchi bor. G'arb Yevropa bilen yaqinroq bo'lsak yaxshi bo'ladi. Belki burun Amerika bilen yaqin bo'lsak yaxshi bo'ladi degan bo'lishi mumkin. Hozir Trump chiqqandan keyin u sil qalaymagan bo'lib ketdi. Shuning uchun ular hozir lekin yana G'arb bilen yaqin bo'lsak yaxshi bo'ladi. Ularmi shuni Suriye hökümeti deydi o. Lekin Suriye hökümeti belki şu pul cihetten G'arbdan jiqmi chiqmasligi mumkin. Şu cihetten belki Xitaylar bilen iqtisadi jihetten bir hemkarlışı mümkün. Lekin hergiz Uygurlarni satmaydı. Dep oylaydı. Dep oylaydı o. Onunğa işençisi bar. His qılıvadım men. Julani mo burun Suriye'den sırtqa xeter bolmaydı degen vedi bergen başka devletlerge. U şu cihetten o gepide turuşu mümkün. Lekin şundak bolsa mı yine Uygurlarga, şu İdlib'deki Uygurlarga orun bergen. Ularninki medeniyetini, tilini qo'rqitish uchun bir Uyg'ur jamiyat, Uyg'ur jamoat qurish uchun hem o'rin bergan, hem ruxsat bergan. Menimcha u shuningdan yanmaydi. Hem Asiyadagi Uyg'urlarninki uningga ishonchisi bor deb turadi. Hozir uninki armiyasiga 2 ya 3 Uyg'urninki pozitsiya yuqoriroq pozitsiya bo'lib ketgandan keyin menimcha shundoq bo'ldi. Uningga ishongili bo'ldi deb o'ylayman. Undaqda bu yilqi Xitayga qarşılık, yani askeri jihatdan qarshilik bildirish bu hozircha to'xtab turgan o'xshamamda demsa. Şu şuarlar, şu mesajlar degandek. Men yana şu ishlarni pek aniq bilmayman şu jihatdan. Lekin ular albatta hozir ularniki birinchi bo'lgan shundoq niyati hozir tinchlik bo'lib ketgandan keyin Aşağıdaki mekteplerini içip Uygur medeniyetini, tilini saklanish. Ular mening bilishimcha hozir boshqa ish qiladigan plani yo'q. Ular Uyg'urlarniki
armiyasi bo'lsa, Uyg'urlarniki boshqa xalqqa o'xshash bir armiyasi bo'lsa, harbiy mashq qilolsak, o'zimizni em, mudofaa qilolsak bo'ldi deb turdi. U aniq. Ular shuni qilalaydi, ular shuni qilib bo'lgan bir qatam. Ondan hamon bir kuni vatan ozod bo'lib ketsa, qaysi tarafdan yoki qaysi ishlar bilan Uyg'urlarnikimi o'z armiyasi bo'lishi kerak deb qaraydi. Shunga tayyorlik bo'lishimiz lozim deb o'ylaydi. Lekin o'zimiz hozir chiqib vatanni ozod qilamiz degan plan yo'q. Ham unga albatta kuch yetmaydi. Ular uni aniq bildi. Shuning uchun menimcha u hozir ularniki planda emas. Lekin men shu jihatlardan ko'p xabar ololmadim. Uzun bo'lmagandan keyin ham harbiy ishlar maxfiyat bo'lgandan keyin kelgandan keyin. Lekin qazam ular bilan paranglashsam, ularning ashnaq plani yo'q deb. Ularni hem aytdi aqlliq. Men bilan ko'rishganki ko'pinchisi yaxshi o'qigan odamlar, ular dunyoniki qanday ekanligini bildi. Ular geopolitical jihatdanmi yaxshi tushundi. O'zininki pozitsiya, o'zininki qilalaydigan ham qilolmaydiganligini menimcha yaxshi bildi. Shu jihatdan. Shu ikki narsani his qildim. Xuddi boshqa diasporadagi Uyg'urlarda yo'qdek, bir Uyg'urlikni saqlay olibdi. Texmi jam hammasi bir yashaydi, hatto o'zini boshqarib keldi. Va ikkinchi Uyg'urlarga shu berib xuddi vatanga borgandek bir tuyg'u bor ekan. Bumi diasporada yo'q. Mantiqi necha burun masalan xuddi Suriyadagi Uyg'urlar desa, xuddi eng bichara Uyg'urlar deb o'ylaydiganman-da. Hozir qarab baqsam balki shu dunyodagi eng baxtli Uyg'urlarning orasida bo'lish mumkin, shunami? Balki. Ular albatta bichara bo'lmaydi. Subhanalloh. Ularniki yetarlik puli, yetarlik ashliq bor, ularniki kichik zavodlar bor, maktablar bor. Ular ochiq suv chiqarib ishlab chiqardi. Ochiq suv chiqardi. Men sizga rasmlarni aytib berdim. Ochiq suv bormi aslida ichida? Subhanalloh. Ularniki o'zi chiqarib bergan, shu Talla bozorda sotilgan ochiq suvlar bor. Ularniki yetishliklarmi bor. Buğday, zeytun, hem boshqa kichik shirkatlarmi chiqib bo'ldi ularniki ichidan. Masalan, chibabetchilik qilgan bir kichik shirkatmi shakllanib qoldi. TB dorilarni yasab beradigan, sotadigan kichik shirkat bor ekan. Ondan Navoiyxonami albatta bor. Bir rasmni aytib berdim. Rasmlarni chiqarib qo'y hozir. Idgoh masjid ning rasmi chiqilgan bir kichik bir Navoiyxona bor Idlibda. Yezlarda texmo ko'p shunaq Navoiyxona oshxonalar bor bo'ldi. Undaqda mantiqi chet eldagi Uyg'urlar qanday yordam qilamiz desak, asli bular bizga qanday yordam qiladi deb so'rashim kerak ekanda. Menimcha Uyg'urlar berib, ular bilan ko'rishib, ko'proq aloqa qilsa, albatta ularga yordam beradigan yerlar cho'qim bor bo'lishi kerak. Lekin ularmi boshqa Uyg'urlarga yordam berlaydi. Ularniki umidi, ularniki niyati shu sirtdagi diasporadagi Uyg'urlarniki bir parchasi bo'lib ketish, ular bilan yaqinroq bo'lib ketish. Shuning uchun aloqa qilish. Ochiq bo'lurmi? Shu hem soy sosmi bor, hem ochiq suv bor.
Soy sos. Ulardan chiqqan. Soy sosni Uyg'urcha nima deydi? Jangyu davr ekanmiz biz. Yo deydi o. Shu bu Jangyo. Mawo. Qani ma baka. Subhanallah. Yaqqan. Vatanning yerlari. Qani boshqa mi yerda? Mana vay han. Non samslari deydi. Ya miras non Miras samsılır. non samslari. Subhanallah. O rasmiy bular. Endi madoram qisqa bo'lib qapti. Yana kelaqatim barsangiz nima sabablar bor siz masalan? Proje bormi yoki qanday planlaringiz bor? Hozirgacha Suriyadagi Uyg'urlar to'g'ri bir maqola yo'q. Shuning uchun men berib, ularni etnografiya tarafdan tadqiqot qilib, ularniki agar mumkin bo'lsa to'ylarga berib, o'shik to'yga qatnashib, shu uning vatandagi Uyg'urlar bilan selishtirib, boshqa diasporadagi Uyg'urlar bilan selishtirib, ma bo'lsa Uyg'urlarninki yer emas, lekin biz Suriyaning jiq yerlariga bordik. Ma jangda buzilib qo'ygan jiq yerlar bor ekan. Bashar al-Assad 2015 urushdan keyin ma binolarni remont qilmadi. Yangi binolarni solmadi. Jiq yerlar ashundoq Shaklda. turdi. Shuning uchun Suriyada qilgan ish bek ko'p. Suriyaga yordam muhtoj bo'ldi, lozim bo'ldi. Suriyadagi Uyg'urlarga ancha jiq yordam lozim bo'lmaydi, lekin aloqa qilish, shu billa jam bo'lish albatta lozim bo'ldi. Bu nima? Ma Idlibning ichidagi hayvonot bog'chisi. Ha. Ashiyadagi do'stlar, Uyg'ur birodarlar bilan billa hayvonot bog'chisiga berib, shuna Subhanallah. aylanib keldik. Tomosha qilib, ancha-muncha. Tomosha qilib, Subhanallah. Ular bizni pek qizg'in qarshi olgan. Men germaniyalik muxbir bilan birga borgan. Uningga ziyorat berdi. Ular bizni ashunaq aylantirib, hem Idlibni ko'rsatib, Uyg'urlarning yerlarini ko'rsatib qo'ydi. Men xuddi men degandek, bizning ko'proq vaqtimiz bo'lib qolgan bo'lsa, biz ko'proq ko'ratdik. Endi shu vaqtda bizning vaqtimiz shunga yetmadi. Shuning uchun yana boramiz. Lekin Idlibni ko'rdik. Hayvonot bog'chisiga chiqdik. Bumi Idlibda mama futbol maydoni? Bir kafexona bor. Uni chiqarib qo'y. U kimniki? U Uyg'urlarniki? Yo'q, Uyg'urlarniki emas, lekin biz ashyoda ko'rishdik. U yaxshi bir kafexona. Men kafexonadan futbol maydoniga ko'gili bo'ldi. Kafexonaning ichida o'tirib, kafe ichib, shu futbol ko'gili bo'ldi. Ularning orasida ularniki o'z futbol komandasi bor. Sharqiy Turkiston shu trikolor formalari bor. Wow. Formalari bor. Men futbol o'ynagandan keyin biz futbol o'ynashga vaqtimiz yetmadi, lekin ketim borsam cho'qim o'ynaymiz degandik. Shuning uchun biz maydon tarafga chiqdik. Suriyadagi qiynoqni anglatgan bo'lsa, biz sizlarning yordamga ehtiyojimiz bor. Uyg'urlar o'zining kimligini unutyotdi, bolalar tilini unutyotdi. Shuningga shu yerdagi muallimlar, shu yerdagi doktorlar chiqib yordam qilishinglarni tubanchilikda so'raymiz. Bunda jumlani quraman deb qat'iy o'ylamagan, subhanallah. Boshqa men so'ramagan deyishga tushliq gaplarim bo'lsa, Yusufjon alay ananki asta ekranni yiptay. Va oxirgi savolim qaytib qo'yayim, shu kelajakdagi Uyg'urlar, Suriyadagi Uyg'urlarga qanday ko'rsamisan oldimizgi yillarda?
Men aşıya böyle pek heyran kaldım. Hmm. Ulanki siz degindek başka uygulara okşamay, Hı hı. ulanki öz mektepleri var, Uygurca, öz Hmm. aşı orunları var. Şunun için o menimce nayeti çok bir yaxşı bir fırsat buldu. Hmm. Aşağıda resmi bir Uygur devlet küçük devlettek şeklinde. Hmm. Eee, menimce kelgüsüde u texmo yaxşı bolup ketdi. Ularniki en yardımga muhtaç bolgan yer Hmm. maarif. Mağrip. Ular maarifni birinchi o'ringa qo'ygan. Hı hı. Lekin ularniki masalan material bo'lsamo yana ko'proq materialga lozim bo'ldi. İhtiyacı Eee, var. Hmm. ha, uning ustiga o'qituvchilar Uyg'urchada dars beradigan Hı hı. o'qituvchilar kam bo'ldi, bolalar ko'proq bo'ldi. Hı hı. Şu cihetten belkim aşı sırtdaki uygular ularga yardım berilishi mümkün deb o'ylayman. Hmm. Şunun bilan menimcha kelgusidagi 10 yilgacha ularniki soni texmo ko'payib ketdi. Hı hı. Belkim Suriyaning shu sanction Değil misin? tügütüp bolgandan keyin Suriye bilen yeni iqtisad jihetden erkin Hı hı. emqagyly boldu. İktisadi ceza. Hmm. İqtisad jihetden aşu oçuq bolup ketse texmo köp Uygurlar berip ular bilen bille bir işni kılalaydı yoki aşundoq ularni diasporadagi Uygurlarniki shu puxtaroq bir qismni qism qilalaydi. Hı hı. Menimcha ularniki kelgusidagi Uyg'urchani saqlanish uchun, Uyg'ur madaniyatini saqlanish uchun nihoyatda muhim bir rol Hmm. oynashi deb o'ylayman. Hmm. Miyada bir qenişimi soraptı. Şarpыңызны Suriye'den aldınız mı dep. Yo'q, uni mush yerdan. Hmm. Ma sharpa bo'lsa, Gazaning sharpasi. Hmm. Pek yaqin bir do'stim G'azadan kelib, manga sovg'at qilib bergan. Hmm. U hamma yerdagi kolonizatsiya qilingan, bo'zaq qilingan xalqning jarayonda turgandan keyin men muazi ashiyada nurg'un ig'ir zulmlar bo'lib ketgandan keyin uni u tarafda turish uchun mashartlar Hmm. kiyodim. Albatta G'azadagi xalqimizga duo qilamiz inshaalloh. İsrail zalimdan qutulishga duo qilamiz inshaalloh. Suriye hükümeti mo inşallah qısqa vaqtda özünün ayqida turib bolgandan keyin şu zalimlarga mo bir qarşılıq bildirish qilib qalar inşallah. Əmsə Yusufcan rahmet vaqtınızı çıxıb berişinizə, işlərinizə qutuqluq diləyimiz. Yana bir qatam berishdan burun inşallah billa baramiz, billa qilamiz ba'zi ishlarni. Daim bo'lsa, bilib olsak pek tez bo'ladi. Hmm. Shu ularmi degan, shu sirtdan keladigan Uyg'urlarni qizg'in qarshi olamiz. Sizni cho'qim qizg'in qarshi oldi. İnşallah. Boshqalarni shundoq. Shuning uchun bilib olsak pek yaxshi bo'ladi, tez bo'ladi. Bay deganda Yusufcan, hozir ekran ipitimi? Andan keyin nimadan keyin yana ayrim qo'shilishaylikmi? Bo'ldi. Qarindoshlar, videoni taqishni unutqamanglar. Yana inkaslaringlarni davom ezinglar. Programmalarga fikrlaringiz bo'lsa, inshaalloh hammasini ko'rib chiqaman. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Asco Radio. Birinci ayının 12-ci günü ayrı partida adam bilan xoşlaş.
quyosh nuri